Xullas akalar, $1900 berilmabdi shu mashinamiz. Ustiga oz-moz qo'shsa, barakasi bo'lib ketadi deyishyapti. Ko'ryapsizlar. 3100 ga berilmayapti. 3400 dan o'tib beramiz. 3400 kami bor. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Navbatdagi videoyimizda Andijon mashina bozoridan, Matiz avtomobillardan boshladik. Bugun hafta kuniga juma 13-iyun ko'ryapsizlar, bozor akalar. Xullas, mashinalar kam demoqchiman, mana ko'rishlar mumkin o'zingizlar. Video ko'rishdan oldin maksimum bitta like bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldirasizlar akalar. Motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, shoklari, suditlar, gazlari bor. Oldaqalari akalar hujjat deyishyapti. To'rtta yangi balongacha taqilgan. Xullas, mana ko'ryapsizlar, balonlari yaxshi, yangi mashina polni shumka ekan akalar. Bunun yo'q ko'ringlar, chixollari, xullas mana salondan ko'rinishi 257 ming yurgan. Yurgani aka o'zini halol yurganimi? Halol akalar o'zini yurgani ekan. Bemalol olib borib, ko'rsatib, tekshirtirib olaverasizlar akalar. Xullas temir metan, bagajimiz akalar mana choklari. Mashinamiz mana bu yerda yangi qo'yib qo'ydi. Pultlargacha akalar, yangi pultlargacha qo'yib qo'yilgan ekan. Aka, motor hadoylari qanaqa? Yo'q aka. Rasxod yo'q. Yo'q. Hadoyda ham ish yo'qmi? Yo'q. Hadoyda ham ish yo'q. To'rtta yangi balongacha taqilgan. Qayerda mashinasi bu? Sharxon. Sharxonda mashinasi. Kraska kaltelari? Kraskasi bor bir 40%, 30%. 30-40% cha bor. Yonlarida. Yonlarida butun. Yonlarida ekan akalar, oldaqalar pechat deyishyapti. Buni narxini qancha deyapsiz aka? 3200. 3200 kami bor a? Ha. Savdosi bo'ldimi aka bunga? Bozor so'rab 2800 ga mashina purish akalarimiz qilishibdi, berilmabdi. Ustiga qo'shsa, barakasi bo'ladimi yo'q, bermaganingizga beraverasizmi aka? 3000 ga beraman. 3000 ga? 3000 ga ekan akamizdan dangalan shuni tirs aytib qo'ydi. Telefon nomeringiz? 33lik 369 10 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Aka, variantga chiqmaydimi? Yo'q, variantga chiqmaydi. Telefon nomerlarini aytib o'tdik akalar. Telefon qilib mana gaplashib kelishib o'zingizlar sekin akalar yengilgina bosib olgan joyi ekan. Matizda akalar yurgani, kamini so'ragan akalarimizga mashinamiz 2015-yil yurgani bor yo'q 54 ming yurgan ekan. Menimcha bozorda ham ummatda aylanib bunaqa kam yurgan topamiz akalar. Akalarimiz yurganini o'zini halol yurgani deyishyapti. 54 ming kilometr yurgan, oq rangda best. Mashinamizning motor qismiga kelsak, motor holatlari, choklari, filtrlar, xullas gaz hali qo'yilmagan, konditsionerlari bor. Menimcha akalar mashina polni akalar shumka. Balonlariga kelsak, balonlarimiz to'rtta yangi balongacha taqilgan. Xullas mashinamiz ideal cho'tka holatda akalar. Krugovoy tonirovka. Inoni yo'q ko'ringlari, chixollari, xullas salon holatlari. 54 ming kilometr yuribdi akalar. O'zingizlar ham ko'rishinglar mumkin. Orqanglar. Xullas bu mashina polni tonirovkada. Bagaj qismiga kelsak. Xullas mashina polni shumka. Bu yerni osmon ko'rsatganim bilan ko'ryapsizlar, polni shumka bo'lib yotibdi. Zapaska balonlar ham yangi ekan. Bagajimiz akalar chok holatlari. Mashinani orqadan videosi. Aka yurgan ekan ekan, motor hadolar cho'tkasi kerak a. Yurgani o'zini halol yurgani, xudo xolasa. Halol akalar yurgan ekan. Kraskalarni ham eshitdilar, toza deyishyapti. Buni narxini qancha deyapsiz aka? 5400 5400 kami bor a. Savdosichi bo'ldimi yo'qmi? Savdosini berib. Endi variant Barter Bank beramiz. Bank qilib olsa bo'laveradi. Variantga chiqmaydimi? Variantga akalar chiqmas ekan. Qayerda mashinasi ekan o'zi? Shahar, Andijon shaharda mashinasi. Telefon nomeringiz? 94lik 087 80 40 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Navbatdagi avtomobilimiz oq rangdagi Best mashinamiz 2012-yil 383 ming yurgan ekan. Xullas oq rangda Best. Sizlar ham ko'rib turibsizlar avtomobilimizni. Motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, choklari, ustiletillar, xullas gazlari bor ekan. Xullas akalar mashina polni shumka bo'lgan ekan, shumka holatda ekan. Balonlariga kelsak, balonlarimiz o'rtacha holatda.
saloni, linoni yo'q, ko'rilari, chexollari, xullas mana salondan bir qator akalar ko'rinishi. Orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Mana bu yoqdan ham bir qator akalar salondan ko'rinishi. Temir metan, bagajimiz choklari, mashinamiz akalar bu yoqdan ko'rinishi. Videoga maksimal like bosamiz, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham akalar bosib o'ramiz. Aka, motor hadoylari qanaqa? O'tdi. Yaxshi. Motorda rasxot yo'qmi? Yo'q. Hadoyda ishchi? Yo'q. Hadoyda ham. Motor, hadoy, korobka akalar hammasi yaxshi ekan, xudo xolisa unmay ish yo'q deyishyapti. Kraska kaltelari? 3 ta detalda kraska bor. 3 ta detalda kraskasi bor, a? Kichkina sapachog'ida bor. Bitta kichkina sapachogida bor. Oldida kirila kapotlari yo'q, kichkinalar. Old orqalari pechat. Eshiklarda bor ekan akalar. Shilinganga sepilgan joylari, old orqalari pechat deyishyapti. Buni narxini qancha deyapsiz aka? 3600 deyapmiz. 3600 kami bor. Savdosi bo'ldimi? Bo'ldi. Qancha qarashdi? 3050 qilishdi. 3050 ga berilmadi. Ko'rsa beramiz. Ustiga yursanglar, akalar nasib bo'lsa, barakasi bo'lib ketar ekan. Naq puliga. Faqat naqdga, variant barter, bank unaqa yo'llari yo'q, a. Faqat 15 akalar kunga bo'lsa beraveramiz. bir 15 kunga akalar molimiz sotib qo'yamiz, pulim keladi degan akalarimiz 15 kunga mayli deyapti, qo'yib beraveramiz deyapti. Aka, nimami telefon nomeringizni ayting? 93lik 93lik 214 12 83. 83. Gen chiqami yo'qmi? Chiqadi, 2 martalab chiqadi. Gen akalar chiqaverar ekan. Xullas mashinamizning holatini o'zingizlar ko'rib turibsizlar, telefon qilib gaplashib kelishib olaverasizlar. Avtomobilimiz akalar oq rangdagi Matiz. Mashinamiz 2009-yil M2. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, choklari, usuleterlar, xullas gazlari bor. Balonlar ikisi balonlarimiz, to'rtta balonimiz o'rtacha holatda. Avtomobilimiz saloni, linonin, kovrik, chexol, salon holatlari. Tabloda 294 ming turibdi. Aka, yurgan halolimi yo'q, to'xtab qo'yganmi? Yurgani. Mana shunday oldi, bizga halol dedi aka. Aha. Xullas, mashina shunday olinibdi akalar. Mana temir metan bagajimizning choklari, mashinamizni mana orqadan bir qator viduxasi. Xullas, akalarimiz probega kelsak, mashina shunday olingan ekan. Endi undan oldin egalari halol deb berishgan ekan. Endi o'zingizlardan bir qator ko'rsatib, tekshirtirib olaverasizlar. Aka, buni motor hadovoy korobkalari qanaqa? Motor hadovoylari xudo xolasa вообще gap yo'q. Yaxshi. Kraskalari deyarli yo'q. Shu kani sapachogida bor. Kani sapachoglarida yo'q. Qayerda mashinasi o'zi? Qo'rg'on-tepani. Qo'rg'on-tepani mashinasi. Narxini qancha deyapsiz? 3100 baho aytyapsiz. O nargimiz 12 aka. Qarang, 3100 baho aytyapsizlar. Bermaganlar bo'ldimi? Savdosi bo'ldimi? Birinchi bozor. Birinchi bozori. Variant barter bank yo'llari-chi? Yo'q, banki yo'q. Varianti jicha-pichaga qilib bera olamiz xolos. Bank bo'lmasa ekan akalar, variant endi o'zingizlar bir qator akalar bilan telefon qilib gaplashib kelishasizlar. Xullas, nima barteri bormi yo'qmi? Yo'q, barteri yo'q. Barteri yo'q ekan. Telefon nomeringiz aka? 93lik 250 34 48 raqamlariga akalar aloqaga chiqaramiz. Xullas, mashinamizni holatini o'zingizlar ham ko'ryapsizlar. 3100 mi? Xullas, qancha ham baho aytishyapti ekan. O'zingizlar ham telefon qilib gaplashib kelishib olaverasizlar. Variantga chiqmas ekan. Xullas, variantga xullas endi telefon qilib akalar o'zlari gaplashishar ekan. Banki, barteri akalar yo'q ekan. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangdagi Matiz, mashinamiz 2012-yil 440 ming yurgan M2. Motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, choklari, usuleterlar, xullas akalar gazlari bor ekan. Balonlari kelsak, balonlarimiz, to'rtta balonimiz yaxshi holatda ekan. Avtomobilimiz salon, linoni yo'q, ko'rilari, chexollari, salon holatlari. 439 ming yurgan ekan akalar. Orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Mana avtomobilimiz bu yoqdan bir qator salondan ko'rinishi. Temir metan, bagajimiz akalar choklari. Bu yoqdan bir qator chok holatlarini ko'rishingiz mumkin. Aka, buni motor hadovoylari qanaqa? Motor hadovoylari yaxshi aka. Yaxshi. Avtol rasxoti yo'q. Hech qanaqa chiqimini qilmaydi xudo xolasa. Motor rasxoti yo'q. Xullas, hadovoyda ishi yo'q ekan akalar. Bu qayerda mashinasi? Qo'rg'on-tepa. Qo'rg'on-tepani mashinasi. Klassik kaltelari? 3 ta detal, bitta sapachok. 3 ta detali, bitta sapachok. Old orqasi-chi? Old orqasi butun bemalol ustiga ko'rsatib olaveradi. Old orqalari akalar pechat deyishyapti, bemalol ustiga olib borib ko'rsatib, tekshirib olaverasizlar ekan. Buni aka narxini qancha dedik endi?
3400 dan o'tib beramiz. 3400 kami bor a? Ha. Savdosi bo'ldimi? Bozor so'radimi? Yo'q, ikkinchi bozori. Ikkinchi bozori. Variant Barterbank. Yo'q. Mashina bilan bir xil narx. Ha. Xullas, variant keyin akalar bilan telefon qilib o'zingizlar gaplashib kelishasizlar. Xullas, qanday ozmoz yetmay qolsa mayli variant qilib beraveramiz deyishyapti. Ozmozga faqat barteri yo'q, bank yo'q ekan akalar. Telefon nomeringiz aka? 93lik 93lik 250 250 34 34 48. 48 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Xullas, mashinamizni holatini akalar o'zingizlar ham ko'ryapsiz. Telefon qilib gaplashib bosoradigan joy ekan. Qo'rg'on-Tepani mashinasi. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangdagi Matiz. Mashinamiz 2015-yil 177 ming yurgan ekan. Xullas, oq rangdagi Best akalar. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motor holatlari, choklari, filtrlar, gazlari bor, konditsioner. Nima motor holatini akalar. O'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Mashina akalar polni shuncha bo'lgan ekan. To'rtta yangi balongacha taqilgan, balon holatlari ham yaxshi, yangi. Salon. Linon yo'q, kovrilari, chexollari, xullas nimalarimiz ham akalar. Sidenlar ham, spark sidenlarga taqilgan ekan, Evokor, xullas nimalar, poliklar. Orqa oynalar, tonirovka. Mashinamiz polni shumka, rullarimiz multirul. Mana o'zingizlar ham ko'ryapsizlar. Xullas salonlari ham akalar ideal holatda ekan. Bagaj qismiga kelsak, temir metan. Bu yerda bir qator ko'rinishi bagajimiz akalar chok holatlari. Mashinani bir qator orqadan ko'rinishi. Motor hadoylari yaxshimi aka? Rasxod yo'q, a? Motorda rasxod yo'q. Hadoyda ishi ham yo'qmi? Hadoyda ham ishi yo'q ekan. Ko'ryapsizlar, to'rtta xullas yangi balongacha taqilgan. Xullas polni mashina, krilo, plus krugovoy, tom hammasi akalar shuncha bo'lgan ekan. Kraskasi qanaqa? Toza. Kraskasi ham toza ekan. Buni narxini qancha deyapsiz? 5000 kami bor a? Savdosi bo'ldimi? Bozor so'radimi? Hozir keldi. Endi variant Barterbank faqat naqdga, faqat akalar naqdga sotilar ekan. Qayerda mashinasi ekan akalar? Qorasuvda mashinasi. Telefon nomeringlar 99lik 533 1001 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Xullas, mashinamiz akalar ideal holatda, polni shumka bo'lgan. Salonlarni ham ko'ryapsizlar. Sidenlar, spark sideni taqilgan, multirullar. Xullas, akalar mashinaga nima qilinishi kerak bo'lsa qilib qo'yishibdi. Turib faqat minadigan joyi ekan. Telefon nomerlarini aytib o'tib ketdik. Telefon qilib, gaplashib, kelishib, xullas bosaverasizlar. Navbatdagi avtomobilimiz Stanley Svetdagi Matiz. Mashinamiz 2010-yil 360 ming dedinglarmi yurganini? 360 ming yurgan ekan akalar. Stanley Svetda Best. Avtomobilimizni motor qismiga kelsa, mana motor holatlarini ko'ryapsizlar. Choklari, filtrlar, xullas, gazlari bor, konditsionerlari bor. Menimcha akalar konditsionerlar ham ishlab turib deyishdi. To'rtta, xullas, yangi balongacha taqilgan, balon holatlari ham akalar yaxshi ekan. Linoning kovrik, chexol, xullas, salon holatlari. Menimcha mashinamiz akalar klientlari ham, xaridorlari ham naqd turishibdi, akalarimiz talashishyapti. Endi video chiqquncha kelishib, xullas akalarimiz sotishavermasa, endi xudo xolasa o'zingizlar ham telefon qilib gaplashib kelishaverasizlar. Temir metan bagajimiz choklari, avtomobilimiz salondan ko'rinishi, bagajimiz akalar chok holatlari. Bo'pti aka, daha boshqa odamga ham sotasiz, o'zimizga qolaversin aka. Aka, motor hadoylari qanaqa? Zo'r, xudo xolasa, motorda rasxod yo'q. Hadoyda akalar ishi yo'q. To'rtta balongacha yangi taqilgan. Kraska kaltelari? Bitta eshida kraska bor. Bitta eshida betida, bitta eshida kraska bor ekan, u ham betida deyishyapti. Xullas, mashinamiz yaxshi holatda ekan. Narxini qancha deyapsiz aka? 3,5 mingdan tushib beramiz. 3,5 ming ozmoz kami bor. Akamiz qancha qilyapti? 3100 mi? Akamiz xullas 3100 qilishyapti ekan, berishmayapti. Ustiga ozmoz qo'ysa barakasi bo'lib ketadi. Ustiga akalar ozmoz qo'ysanglar, nasib qilsa barakasi bo'lib ketadi. Variant Barterbank yo'llari bormi aka? Variant Barterbank yo'llari bormi? Yo'q. Faqat naqd. Faqat akalar naqd ekan. Telefon nomeringlar 99lik 085 085 3125 raqamlariga aloqaga chiqaveramiz akalar. Xullas, mashinani holatini o'zingizlar ham ko'ryapsizlar. 3100 ga berilmayapti. Oxirini akalar 3200 deyishyapti. Kraskasi shu kirilo yuzida bor ekan, shu eshikda yuzida bor ekan, xolos.
qolgan joylari chotki, bemalol olib borib, ko'rsatib, tekshirtirib olishaveradi deyishyapti. Navbatdagi avtomobilimiz oq rangdagi Matiz, mashinamiz 2017-yil. 236 ming yurgan deyishdi. Xullas, mashinamiz M2, avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motor holatlari, choklari, litrlar, gazlari, akalar bor. Balonlardagi kelsak, balonlarimiz to'rtta yangi balonga taqilgan. Saloni, minoni, qo'rilari, chexollari, salon holatlari, akalar 236 ming yurgan ekan. Oqonalar, menimcha sal o'zgartirilgan, nima qilingan. Mashinamiz orqadan ko'rinishi. Aka, motor hadovoylari yaxshimi? Hamma yo'g'i cho'tki, faqat minadigan. Rasxot yo'q, ha? Olasizlar, akalar faqat minasizlar ekan. Kraskokaltelarichi? Oldinda kraskasi bor ammo. Oldi eshikdami? Yo'q, ikki yonbosh krilaman Ha, kapotda. ikki yonbosh krilo, kapotda bor ekan. Ustiga yechilganmi, yechilmaganmi aka? Yechilmagan. Yechilmagan, ha? Narxini qancha deyapsiz? 4000 kami bor 4 ming kami bor. Variant barterbank? Yo'q, naqdga faqat. Faqat naqdga ekan. Telefon nomeringiz? 90lik 90lik 144 144 14 60. 14 60. Faqat naqdga sotiladimi? Faqat. Faqat akalar naqdga sotilar ekan. Aka, buni yili nechi? 2007. 7. 7 419 ming halol yurganimi? Ha, 95 svetda. Mum bilan anaqada kraska bor xolos. Kraskasi shu krilo bilan eshikda bor ekan akalar. Rasxot yo'q, old orqalari pechat deyishyapti. To'rtta, xullas yangi balongachada Gaz baloni 22-yil. taqilgan ekan. To'rtta, xullas gaz baloni 2022 taqilgan ekan akalar. Buni narxini qancha deyapsiz? 2200 deyapmiz, tushib beramiz. Kami bor. 2200 kami bor, ha? Kami bor. Savdosi bo'ldimi, yo'qmi? Savdosi bo'lyapti aka. Qancha qilishdi? Xullas 19 qilishdi. 1900 ga berilmadi. Ha, 1900 beradi, chiqib bo'lsa beramiz aka. Xullas akalar, 1900 dollarga berilmabdi shu mashinamiz. Ustiga oz-moz qo'shsa, barakasi bo'lib ketadi deyishyapti. Variant barterbank yo'llari bormi aka? Mashinaga barter bor aka, mashina barter. Mashina barteri bor. Bank qilib olsanglar bo'lar ekan. Telefon nomeringiz? Nima dokument bo'ladi? 93lik 068 98 98 raqamlariga aloqaga chiqamiz. 33lik 184 01 01. 184 01 01 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz.